Erkinlikka bo'lgan tashnaligini ifodalash haqlaridan tamoman mahrum qolgan zulm ostidagi Sharqiy Turkiston xalqining nidolarini dunyoga anglatish yo'lidagi tirishchanliklar davom qilmoqda. Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Rushan Abbos va Uyg'ur tadqiqot markazining direktori Abdulhokim Idrislar boshqa qit'alardagi faoliyatlaridan sirt o'zlari turishliq Amerika Qo'shma Shtatlaridami universitetlarda ommaviy tashkilotlarning faoliyatlarida Davlat ishlari ministrligi, Avom palatasi, Kengash palatasi, hatto Oqsaroyga qadar qadam besib, mustamlika ostidagi Sharqiy Turkistonning dard asratlarini, diasporadagi Uyg'urlar duch kelayotgan Xitoyning chegara halqigan bostirishlarini anglatmoqda. Amerika hukumatidan Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchiliklarni davomlashtirayotgan Xitoyga texmo unumli tadbirlar bilan jazolar yurgizishni talab qilmoqda. Ularning o'tgan hafta Xalqaro Uyg'ur akademiyasining raisi doktor Rishad Abbos bilan birga Washingtonda va Nyu-Yorkda elib borgan faoliyatlari buning bir misolidir. Bu dava yo'lida garchi dunyo miqyosida elib berayotgan milliy harakatlaridan vijdon huzuriga erishsimi, buning ig'ir badalini ham to'lamoqda. Xuddi Rushan Abbos va doktor Rishad Abboslar Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini fosh qilganligi uchun Xitoy hokimiyati ularning qiz qarindoshi Gulshan Abbosni 8 yildan buyon turmaga solab o'ch olgandek, Abdulhokim Idrismi Xitoyning insoniyatga qarshi jinoyatlarini fosh qilib asarlar yozganligi, zolimning zulmini dunyoga bildirish yo'lida tinimsiz kurash qilganligi uchun Xitoyning chegara halqigan bostirishining dushmanligiga duch keldi. Abdulhokim Idris 29 mart kuni Kuala Lumpur aerodromida Xon jamiyati soqchilari tarafidan tutqun qilindi. Amerika pasporti tortib olindi. Hamda soqchilar uni aerodromning tutib turish markaziga sababsizla 22 soatga yaqin solab qo'ydi. Bir jinoyat gumondoriga loyiq muomalada bo'ldi. Bu hodisaning Xitoyning besimi sababli yuz berganligi oshkora bo'ldi. Bu voqea xalqaroda kuchli ta'sir qo'zg'adi. Malayziya doiralari bu qitimqi yo'lsizligi bilan Xitoy besimiga tiz cho'kkan bir musulmon davlati bo'lganligini isbotladi. O'xshash qismat Abdulhokim Idrisning beshiga 2025-yili 25 aprel Indoneziyada kelgan edi. Biroq u qitim Amerika hukumati doiralarining aralashishi bilan 3 soat tutib turilgandan keyin Jakartaga kirishiga ruxsat berilgan edi. Malayziyadagi bu voqea yolg'iz Xitoyning chegara halqigan bostirishlarining bir o'rniki bo'libli qolmay, balki Xitoyning iqtisodiy kengaymichiligining Sharqiy Janubiy Osiyodagi bir g'alabasi. Shundaqla Xitoyning Amerika va dunyo demokratiyasiga shakllantirayotgan tahdidlarining yorqin misoli edi. Ammo xalqaro matbuotlar bu xil zo'ravonliklarning Sharqiy Turkistonning erkin ozodligi uchun kurash qilish yo'lini tanlaganlarga to'salg'i bo'lolmaydiganligini Abdulhokim Idrisning ovozi orqali dunyoga anglatdi. Abdulhokim Idris Erkinlik saroyining ziyoratini qabul qilganda shundoq degan: Xitoy Kommunistik partiyasining chegara halqigan bostirishlari bizga o'xshashlarning ovozlarini bo'g'ish uchun loyihalangan. Ularning oilamdagilarni va hadimiz Gulshan Abbosni go'raga eliverishi, dadam bilan bo'lgan aloqamni toki u vafot bo'lgan qadar uzib tashlashi aslida mening irodamni sundirish uchun edi. Men allaqachon nurg'un narsalarimni yo'qotganligim uchun menga qolgan birdan bir yo'l boshqa qarindoshlarimningmi o'xshash qismatga duchor bo'lmasligi uchun texmo qattiq kurash qilish. Agar sukut yo'lini tanlagan yoki harakatlarimni cheklagan bo'lsam, bu Xitoy kompartiyasining tahdidlari muvaffaqiyat qozongan bo'ladi. Men buningga aslo yo'l qo'ymaydim. Azob ichidagi oilamning turma va lagerlarda unini chiqara olmayotgan millionlagan Uyg'urlarning ovozi bo'lishga qarzdorman. Abdulhokim Idrisning Malayziyada tutqun qilinib qaytarib etilishi
ijtimoiy taratqularda zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan bir masalaga aylandi. Anlagan kishi bu haqdagi uchurlarni o'rtoqlashdi. Bu masala xalqaro kishilik huquq organlari va axborot sohasining kuchlik diqqatini tortibla qolmay, Amerikaning yuqori darajali hukumat doiralarining jiddiy diqqatini tortdi. Amerika Davlat ishlari ministerligi va Oqsaroydagi hukumat amaldorlari Abdulhakim İdris bilan bu xususda maxsus suhbatlar ilib bordi. Amerika Avam Palata va Kengash Palata a'zolari Amerikadagi Malayziya elchixonasiga norozilik bildirishdi. Ular Xitoyning chegara halqagan bostirishlarini o'z ichiga olgan Uyg'urlarga munosabatlik bu xildagi masalalarga o'zlarining har zaman ko'ngil bo'ladiganliklarini ifodalashdi.